Assalomu alaykum, biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan obunachilarimiz. 2025-yil 26-iyun sanasida Carmen nok bog'ini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. 1 metrga ekilgan nokimizni, polikarli nokimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Holatiga o'zlaring bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Agrosat profilida xuddi shunaqa neobichniy daraxtlar chiqib oladi. Ko'chatlaridan bog' qilmoqchi bo'lganlar bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Daraxtimiz 4 yosh. Hosili 10-15 kilogacha mana hosili bor. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Daromadi juda kuchli. Bu darajada hali yetilgan yo'q ancha nok. Sifati ham kasallikka kam chalinuvchan nok hisoblanadi Carmen. Mana. Boqqimoqchi bo'lganlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Daromadi zo'r, yerda umr o'tmaydi. Mana va'dalarni ham ko'rsalaring. Hammasida bir xilda hosil olgan. Carmen nok bo'ladi. Boqqimoqchi bo'lganlar bemalol pastda raqamlar qoldiryapmiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Agrosat profiliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan tashqari 15 xildan oshiq mevali ko'chatlar bizda sotuvda. Kimga qanaqa turdagi ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'ling.